Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Mana bugun biz sizlar bilan bosh miyada o'tkir vena qon aylanish buzilishi, venoz qon quyilish temasi bo'yicha gaplashamiz. Gemoragik insult holatlaridan arterial qon ketish bilan birga kapillyar, venoz, perifokal qon ketishlar ham yuzaga keladi. Venoz qon tomirlar devorlarida yupqalashish, skleroz hamda nekroz va yoriqlar mavjud bo'lishi kabi o'zgarishlar keng tarqalgan. Bosh miya venasi gematoma bilan siqilganda uning shoxlaridan qo'shimcha qon ketishi mumkin. Venalarni kapillyar tiqilishi va gemoragiyalar ba'zan gipertenziv kriz paytida, xususan o'tkir gipertenzion ensefalopatiyada yuzaga keladi. Idiopatik venoz insultlar ham kuzatilishi mumkin. Ular yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda ko'proq uchraydi va ba'zan travmatik miya jarohatlari, o'simtalar ham infeksion yoki toksik miya shikastlanishlari holatlarida kuzatiladi. Kuchli venoz tiqilishi fonida jismoniy mehnat venoz bosimning keskin oshishiga olib keladi. Venoz qon ketishlari nisbatan sekin rivojlanadi. Xarakteristik belgilariga qovoq shishi, ko'z ostida shishish, yuzlarda sianoz kuzatiladi, ko'z tubi venalarining kengayishi kuzatiladi, hushdan ketish epizodlari, o'tkinchi nutq yo'qolishi, qisqa muddatli diplopiyalar, ya'ni ikkita ko'rib qolishi, o'tkinchi gipoalgeziya va parez holatlari. Bosh miya qon tomir jarohatlarida esa venoz gemoragiyalari, venoz sinuslar va ularga oqib kiradigan bosh miya venalari hamda meningeal venalar shikastlanishida yuzaga keladi. Gemoragiyalar, ya'ni o'sha mayda qon quyilishlar asosan siflis, pnevmoniya, yiringli meningit va ba'zi zaharlanishlar turlariga ayniqsa xavfli. Bosh miya venoz o'tkir buzilishida ko'proq yana aseptik miya venalarining trombozi ko'proq uchraydi. Shuning oqibatidan kelib chiqishi mumkin. Bu esa qonning ivishi xususiyatlarining oshishi, qon aylanish xususiyati va qon aylanishning susayishi va vena qon tomir devorlarining shikastlanishi bilan bog'liq. Alohida bosh miya venoz trombozi ayniqsa bolalarda ko'p uchraydi. Bu vaskulit, obliterlangan trombangit va intrakranial neoplazmalar uchraydi. Ko'p holatlarda ular sinus tromboziga bog'liq bo'lib, tug'ruqdan keyin tromboflebit kuzatiladi. Homiladorlik davri va tug'ruq, shuningdek ko'k yurak nuqsonlari, ya'ni orttirilgan yoki tug'ma parok yurak parogi bosh miya venalarining trombozini keltirib chiqarishi mumkin. Bu ko'pincha oyoqlarda chuqur venalar tromboziga hamroh bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.